alaykum hammaga. Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanidagi eng zo'r dekor magaziniga keldik. Bu Akfa ukunga olgan Akfamni yonidagi dekor magazini. Hozir o'tib narxlari bilan tanishib o'tamiz. Shamsiddin akamizning oldiga keldik. Assalomu alaykum Shamsiddin aka, yaxshimisiz? Aka, bizni obunachilarga bir dekor plus narxlari bilan tanishtirib o'tmaysizmi aka? Tanishtirib o'tamiz. Taroq. Dekorativniy bezaklar, keyin mehmonxonalar turlariga ishlatilyapti asosida. Turli xil rangdagi sifatli taroqlarimiz bor. Profil rekalarimiz bor. Patagonlik plastmassa patagonliklarimiz har xil razmer, har xil rangdagi. Keyin pol pluntus, uzoq, patolog uzoqlari, malyanli uzoqlar, tarok, keyin simix, samaris, padris, hamma narsamiz bor. Keyin samakleshi quvvatlarimiz. Mana ikki xil variantdagi samakleshi quvvatlar bor. Keyin list PVC panellarimiz bor. Har xil rangdagi sifati yaxshilari. Keyin uni tashqi ichki uголок, keyin makanishligi, stiklari ular ham bor. Keyin tomchiqlilar bor, yopishtiradigan. Bularimiz bor. Hamma narsasi komplekt, hamma narsa shu yerda bo'lib chiqib ketadigan sharoit qilingan. Sifati yaxshi-a, Shamsiddin aka? Sifati hammasi eng yaxshi materiallar. Keyin laminat pollarimiz bor, Xitoyniki, Rossiyaniki. Bularning hammasini narx-navolari kelishtirilgan holda chiroyli qilib beramiz. Shamsiddin aka, laminatlaringizniki juda chiroyli ekan. Hozir sizda qanaqa laminatlar bor? Qaysi firmaniki, anovlaringiz? Qarang, mana bu nimalar Xitoyniki 07lik. Mana bu Rossiyani 07lik. Nimasi? Laminati. Mana bu 8lik Rossiyaniki. Keyin 8lik Xitoyniki ham bor, shunday holatda. Keyin zakaz olamiz, zakazlarni vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor, kelishilsak. Keyin patologlarda ham xuddi shunday. Ustoz izlaydigan, ustam kelmadi, ustam bo'lmay qoldi degan muammoda yurgan aka-uka opa-singillarimizga ham usta endi shart emas. Faqat uyda razmerlari kerak. Uyda razmer xonasini razmerini o'lchab kelsa, ketadigan patologni, rekasi, mixi samarasi hamma narsasini hisob-kitobini chiqarib, agar kelishilsak, dastavkasini ham qilib beramiz. O'zimiz olib borib, o'zimiz sog'ib ustolarga qilib berish xizmatlarimiz ham bor. Usta xizmatlari ham sizdan ekanda. Hamma narsasi ichida qilib beramiz. Hamma narsasi ichida ekan. Obunachilarimiz eng zo'r dekor plusga loyiq. Zavodni anosi bu Shamsiddin aka, bu hid chiqadi deb ko'pincha o'tgan safar ham kommentariyamizga yozgandi-da. Bu mana keyin zavodda plastiki bir hafta 10 kun uzog'i qoqilgandan keyin hidi ozroq bo'lishi mumkin, keyinchalik hidi undan chiqmay ketadi. Bu narsa aniq sinovdan o'tilgan. O'zimiz ham uylar, o'zimiz xonalarimizga ham shundan ishlatganmiz. Bir hafta 10 kun uzog'ida chiqadi. Undan ko'p vaqtga hidi bo'lmaydi bu narsa. Keyinchalik hidi yo'q ketadi. Juda yaxshi, chiroyli. O'zingiz bir fasllarni tanlovlarga keladi, variantlarimiz bor. Chiroyli variantlarga plastiklarimiz bor. Hozir mana yangi chiqqan aboylar. Bu hammasi yangi chiqdi. Juda yaxshi ekan. Juda sifati ham zo'r ekan. Bu yangi fasonlar bular hammasi. Juda zo'r ishlangan ekan mana shu. Sifatiga zo'r e'tibor beribdi.
qoyil. Dastavka qog'ib berish, ustanovka qilib berish xizmatlarimiz ham bor. Taroq variantlari har xilidan bor. Mana bularga o'zimiz yopishtirib ustanovka qilib berayotgan usta ukalarimiz, akalarimiz bor. Shamsiddin aka banyaga yoki biron bir masalan kuxnya shkafni yonlariga kafil o'rniga qo'yishga nimalaringiz bor? Mana bu anovlaringiz, listlaringiz shu narsaga qanday chidab beradi? Shularni bir hozir ko'pchilik kuxnyani o'rta oraliqdagi nimasiga kafil emas. Mana bunaqa PVX panellarda yopishtiryapti. Hammomlarga to'liq shundan ishlatilyapti hozir. Nima sinovdan o'tkazildi, yaxshi. Iqtimligi, issiqligi, mana hammom ichiga. Keyin chidamliligi yaxshi ekan issiqqa. Keyin dekorativniy bezaklarga, mehmonxona to'rlariga, televizor orqasi podstavkalarga, taroqlar bilan, PVXlar bilan yoki mana samakilishi listlar bilan bezaklarni ham qilinyapti aslida hozir. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, unaqa variant ustalarimiz ham bor. Bizlar olib borib, ustanovka qilib beradi. Shamsiddin aka magazinga kelsa bo'ldi. juda chiroyli ekan mana shu aytayam. Juda mana bular ham zo'r ekan. Bu aka qarangda, Shamsiddin aka, mana bu kafildan ko'ra yaxshiroq deb men ham eshitdim. Kafildan ko'ra kafil yillar o'tib tushib qolishi mumkin ekanda. Aka, shuning uchun ham mana shunday narsadan, masalan, banyaga yoki bo'lmasa oshxonani ana stenalariga, shunaqa narsalariga aka ishlatib kelishyapti ekan. O'zingiz ham sifatini ko'ring. Sifati zo'r. Aka, bu nima bilan yopishadi? O'zini bir tomchi kilisi bor, jetki go'st. Kilisi shu naqot kili. Boshqa kililar, boshqa variantlar bu kililarda ishlamaydi. Ular ko'pchilik kafirni kili bilan o'ziga yopishtirdi, tushib ketdi. Pena bilan yopishtirdi, pena ham o'z qanchadir muddatdan keyin tushib ketyapti. Bu garantiya yo'q ekan. Endi o'zini kilisiga garantiya bor ekan. Ancha vaqtga turar ekan. Bitta u anovdan emas-ku. Bitta bundan emas, ko'p bundan xohlagan svitingizda qilib beramiz. Burchakdagilar uzun nimalar, nakonechnik stiklari, tillarangdagilar. Burchakdagi. Men bu burchakdagilar yonboshlariga qo'yishga, masalan, stigi, nakonechniklari hamma narsasiga ishlatsa bo'lar ekanda. Mana shu narsalarni tillarang juda chiroyli ekan lekin. Bu hozirgi ne turibdi? Agar qo'yganingizdan keyin banyaga yoki biron bir joylarga qo'yganingizdan keyin buni viti juda ochadi, juda chiroyli vitga kiradi. Xuddi kafil qilib qo'ygandek turadi. Narxlari ham arzon. Mana taroqlarimiz bor. Shamsiddin aka, bu taroqlardan bir tushuntirib bersangiz juda yaxshi bo'lardi. Taroqlar aslida bezak joylarga ishlatyapti, ko'pchilik katalogga ishlatyapti. Keyin banyani stenasiga ham mana shu variantdagi taroqlarni hozir xotirib chiqyapti. Buni mustahkamligi, baquvvatligi o'ta baquvvat narsa, qalin, ikkilik. Chidamliligi issiqqa ham, sovuqqa ham zo'r. Juda yaxshi, juda chiroyli ekan lekin. Aka, dekor plaslari necha xil turi bor? Necha pul bilan bo'lyapti? Pullarni ham ayting. Plastiklar har xil. Bu zavodda bu firmani nimasi shart yaxshi bo'lgan uchun hozir narxi balandroq. Buni qovurma variantlarimiz 38 mingdan. Bu oddiy va gladkiy variant aboylarimizdagi mikroplastiklar ular 36 mingdan. Mana kandas uyg'oqlar nimalar bor? Har xil variantdagi. Bunday xohlasa plastmassaviy variantimiz bor. Zlarimiz bor, zikamiz, stik pirinchlar hamma narsasi komplekt chiqadi.
bir xona, ikki xona bo'lsa, zagodovka qilib, xudo xolasa, so'yla qilib narx-navosini kelishtirib beramiz yana ham. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Faqatgina kelish kerak, ko'rish kerak, sifatlariga 100% garantiya berishyapti. Buni olish oldi mana bunday ikkitasi bir-biriga kiyishadi, plyuntuslarini yoniga qo'yishadi, plyuntuslarni. Mana bunday qilib plyuntuslar ham yoniga qo'yiladi. Qaysi to'g'ri keladi, mos keladi, hammasini ko'rib, tanlab olishadi. Dastavka xizmatlarimiz ham yo'lga qo'yilgan 100%, lekin materialga garantiya va juda yaxshi ishlangan bular. 100% garantiya. Mana qarang. Vitni berishini ko'ryapsizlarmi? Qanday vit beryapti? Bu plyuslarimiz juda ko'p. Juda ko'p. Faqat ichidan tanlab olish kerak. Dekor plasga ham 100% garantiya beryapti. Olib ketmaysizlarmi, akalarim? Zo'r-ku bu. Sifatni bir qo'lingiz bilan bir ushlab ko'rganingizda edi. Boshqa dekor plas olmayman dedingiz. Ko'ring mana. Shuncha biz siz uchun mehnat qilyapmiz. Bitta like tugmachasini, podpiska tugmachasini bosib qo'ysangiz, yanada kanalimizga hissa qo'shgan bo'lardingiz. Tachinto variant ekanda bu. Bitta like bilan bir podpiska tugmachasini bosib qo'ying. Biz sizga joylashuvni tushuntirib beraman yana ham. Bu tomondan kelishingizda Buxarskiy ko'chadan kirib borasiz. Temirchilar qatoridan. Bu tomonda Taxta bozor bor. Taxta bozorning asosiy yo'li bu. Asosiy yo'ldan kirib borasiz. Mana shu Shamsiddin akamizning magazini mana shu yerda. Birinchi emas, ikkinchi magazindan keyin